Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari ertalab 6 da boshlanadi bu bozor. Kunduzi 11 gacha bo'ladi. Bular endi hozir narxini so'raymiz. Bular nech puldan boshlab nech pulgacha? 15 mingdan boshlab 30 minggacha. 15 ming so'mdan boshlanar ekan 30 ming so'mgacha. Bular faqat pachka sotiladi. Pachka sotilar ekan mana. Pachkada 5 tami, nechta pachka? 6 ta ekan pachkada. Mana yozgi tapichkalarda endi mana shu. Bahorga kiysa ham bo'laveradi. Xo'p. Shu yosh bolalarga tapichkalarda. Bu tomonda donalilar ekan, bular kattalarga. Bular nech puldan boshlab nech pulgacha? 35 ming so'mdan boshlanar ekan, 80 ming so'mgacha ekanda kattalarga. Bu O'zbekiston bu ham. O'zbekistondagi ekan. Telefon nomeringiz nechi edi? 95lik. Nomerlari 95lik 981 88 81 ga telefon qilaverasizlar mana shu tapichkalarga bo'lsa. Xo'p. Mana shular necha mana qopda turganlar? Ular pachkaga 40 ming. Pachkaga 40 ming so'm, kattasi 40 dan 44 gacha. 40 dan 44 gacha haligi ekan. Donaga 50 ming. Donaga 50 ming so'm, mana. Kichkinasi-chi? Kichkinasi ham kattasi ham bir xil ekan.